Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Gujit.com mevalar haqida yana bugun video qilib boshladik. Bugun 20-yanvar. Mana bu Gujit.com mevalariga keladigan bo'lsak, bular juda bir shifobaxsh narsa. Hozirda ayni vaqti ko'chat ekish payti, imkoni bor insonlar bir ikki dona ko'chatdan egib olsin. Buni shifobaxshligi juda bir oliy darajada. Agar doimiy iste'mol qilib yurgan odamda umuman kasallik bo'lmaydi desa ham bo'laveradi. Ya'ni bu bor kasalliklar ham so'rilib chiqib ketadi. U sahr deysizmi, davlina deysizmi, suyak yemirilishi deysizmi, yurak yetishmovchiligimi, doimiy iste'mol qilib yurgan odamda hech unaqa kasallik bo'lmaydi. Даже mana ko'zdagi kataraktalar ham so'rilib ketadi. Ko'zda nuriga ham bir yaxshi foydasi bor. O'sha uchun qiziqingizlar, bir ikkitagina daraxtni ekib olib hovliga doimiy iste'mol qilib yurishga. Ikkita daraxt bo'lgan ekan, buni oilaviy iste'mol qilish kerak. Chunki oilaviy sog'lom yashash kerak. Doimiy iste'mol qilib yurgan insonlarda bir mo'jizaviy ta'sir ko'rsatdi bu narsa. Buni yoshlik eliksiri desa ham bo'laveradi. Odamni yoshartiruvchi ham xususiyatlari bor. Uni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda semirib ketish degan narsa bo'lmaydi. Chunki tanadagi keraksiz yog'larni eritib, keraksiz suyuqliklarni chiqaradi degan. Bu degani keraksiz suyuqliklarda nima? Mana erkaklarimizda bo'ladigan prostatit shishlarni ham qaytaradi. Keyin doimiy iste'mol qilib yurgan insonda odamni umrini uzaytirishga ham xususiyatlar qo'shiladi. Chunki umrni uzayishi asosan avvalambor Alloh, lekin bu bandasini qilayotgan ishi mana ichaklar toza bo'lsa, modda almashinuvi yaxshi bo'lsa, immunitet yaxshi bo'lsa, qon normada, suyuqlikda qon toza bo'lsa, odamzod uzoq umr ko'rishga haqlida, uzoq umr ko'radi ham. Hozir shunaqangi ichaklar tiqilib yotibdi ko'p insonlarda. O'zi bu miyasi toza charchab qolgan kasalmandlikdan, toza bezib qolgan. Unaqa paytda ko'p uzoq umr ko'rish qiyinda. Avvalambor niyatni to'g'ri qilish kerak. Uzoq yashashga harakat qilish kerak. Mana yeb ichadigan anosiga, ovqatlanish madaniyatiga biroz e'tiborli bo'lish kerak. O'shanda doim sog'lom bo'ladi, doim yosh ko'rinadi, uzoq umr ko'radi shunday holatda. Mana oldingi videolarimda ham aytib kelganman, tarkibi juda kuchli. Inson sog'lom yashashi uchun kerakli bo'lgan barcha minerallar, vitaminlar, elementlar hammasi mavjud bunda. Faqat shu me'yordan oshirmasdan, me'yordan kam bo'lsa ham farq qilmaydi salmal. Lekin me'yordan ziyod bo'lmasi kerak. Har narsani me'yordan ziyodli qiladi-da. Bizdagi ko'chatlarda daraxtdan pishgan mevasini uzib yesa ham bo'laveradi-da. Lekin ko'p bunaqa Gujit.com mevalarni yeb bo'lmaydi. Chunki tarkibida suvi zaharli deyilgan. Bizlarga Xitoyda Tibet o'lkasidan olib kelingan, gibridlashtirilgan. Chunki tanadan ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga 10 dona iste'mol qilish mumkin. Obeddan keyin kechgacha bo'lgan vaqt ichida 10 dona yana iste'mol qilsa bo'ladi. Qolgan mevalarni terib, quritib olib qo'yiladi, qishga, kuzga doimiy iste'mol qilib yurishga bo'ladi. Buni iloji boricha barigini ham nobud qilmaslik kerak. Barigi ham juda shifobaxsh. Barigini choy qilib damlab, kun davomida ichib yuraversangiz ham bo'laveradi, choyga qo'shib. Hech bir ziyoni yo'q uni. Doimiy iste'mol qilib yurgan insonda barcha kasal so'rilib ketadi. Barcha kasal. Yoshi ulug' insonlar uchun juda ham bir koni foyda narsada bu. Odamni yoshi o'tavergandan keyin ko'p vitaminlar, elementlar yetishmay qoladi. O'shanda bu shunga qo'shimcha bo'lib turadi. Mana yoshlarimizga keladigan bo'lsak, yoshlarimiz mana oila qurishdan sal oldinroq iste'mol qilish kerak. Hozirda Xitoyda eksperiment o'tkazdi shu haqida. Mana ikkita yosh kelin-kuyovga ichiryapti to'ydan oldin. Ulardan bo'lgan farzand umuman kasalga chalinmayapti. Shunda ulardan sog'lom farzand tug'iladi. Bu sog'lom farzand bu O'zbekistonimizda ham kelajagi. Sog'lom, aqlli, donishmand yosh yigitlar, qizlar.
Buni iste'mol qilib yurganlarda, iste'mol qilishdan oldin tushunmovchilik bo'lsa, qo'ng'iroq qilingizlar, so'rab olingizlar. Men shu sohada juda bir yaxshi o'rganib oldim. Hali kelajakda mana ikkita niholdan ekadiganlarga ham bir 2 yilgacha o'rgatib turaman. Qanday ekiladi, qanday iste'mol qilinadi, kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas. 2 yil ichida shu niholda ekkan insonlar ham o'zlari mutaxassis bo'lib, o'zlari rivojlantirib ketaveradi. Doim qo'ng'iroq qilingizlar. Mana mevasidan olib ichadiganlar ham, ko'chatini ekkanlar ham doim qo'ng'iroq qilib maslahatli bo'lib turingizlar. Mayli, kim olib ekkan bo'lsa, Allohim barakasini bersin. Kam bo'lmangizlar, rivojlantiringizlar. Doimiy iste'mol qilib yuringizlar. Doimiy iste'mol qilib yurgan odam umuman aptekaga borishdan ham qutuladi. Aptekaga ham borib yotmaysiz, qancha pulingizni ekonom qilib qo'ygan bo'lasiz. Sog'lom yashaysizlar, nasib bo'lsa. Harakat qilingizlar doimiy iste'mol qilib yurishga. Mayli, sog' bo'lingizlar. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Kam bo'lmangizlar. Doim qo'ng'iroqlashib, maslahatlashib rivojlantirib ketaveringizlar. Telefon raqamlarimni yozib qo'yaman. Doim har videomda ham yozaman. Mana opsiyani kirib qarasangizlar, telefon raqamlari yozilgan. Tushunmovchi bo'lsa, kommentariylarda ham yozib ko'rsatavringizlar. Mayli, sog' bo'lingizlar. Kasal bo'lmangizlar. Doim sog' bo'lingizlar.